Demak, bugun biz sizlar bilan DTM 2026 majburiy matematikadan 15-iyul 1-seminer savollarni har birini ko'rib chiqamiz. Demak, yaxshilab e'tibor beramiz. Birinchi savolimizda nima deyapti? Birinchi savolimizda ifodani soddalashtiring deyapti. Demak, soddalashtiradigan bo'lsak, bu qanday bo'ladi? Hop. 5x ni y ga ko'paytirsam, nima bo'ladi bu? 5x y bo'ladi. Endi 3x ni 2y ga ko'paytirganimda minus 6x y bo'ladi. Endi plus deyman. 2x y deb yozib olaman. Mana bu 5x y ga 2x y ni qo'shganimda 7x y ga teng bo'ladi. Endi ayiraman 6x y ni. Demak, ayirganimda hop 7 dan 6 ni ayiraman 1. Demak, 1 ni x y ikkalasini ham koeffitsentlari bir xil-ku, to'g'rimi? Demak, x y degan javob chiqadi. 1 ga ko'paytirib o'rganimizda x y chiqadi. C javob bo'ladi birinchisiga. Ikkinchisiga hisoblang deyapti. Aralash sonni noto'g'ri kasrga aylantiramiz. 5 taqsim 3 bo'ladi. 5 taqsim 3 ni bo'lamiz 5 ga. Demak, bu nimaga teng bo'ladi? 5 taqsim 3 ko'paytirilgan 1 taqsim 5 bo'ladi. 5 lar qisqarib, shunda javobi 1 taqsim 3 qoladi. B javob. Keyingisiga o'tyapmiz. Uchinchisi. To'g'ri to'rtburchakning eni bo'yidan 2 marta uzun ekan. Rasmini chizamiz. Demak, mana to'rtburchak rasmini chizib oldik. A, B, C, D. To'rtburchakni belgilab oldikda. A, B, C, D deb. Endi aytayaptiki, eni bo'yidan 2 marta uzun. Demak, BC, biz BC ni uzunligi 2x ga teng bo'lar ekan. Shunda AB esa x ga teng bo'ladi. Chunki eni bo'yidan 2 marta uzun deyapti. Eni bo'yidan, mana bu AB bo'yi bo'ladi to'rtburchakda. BC eni bo'ladi. Shunda BC 2x, AB x bo'ldi. Endi to'rtburchakning yuzasi deyapti 18 santimetr kvadrat. Demak, to'rtburchakning yuzini topish uchun bo'yini eniga ko'paytiraman. Endi A ni o'rniga bizda A ni o'rniga 2x kelyapti. Ya'ni A bizda bo'yida, B esa eni. 2x ko'paytirilgan x barobar 18 ga. 2 ta x kvadrat teng bo'ladi 18 ga, x kvadrat teng 9 ga. X shunda x ni topib olganmizda 3 ga teng bo'ladi. Demak, x ning qiymati 3 bo'ladigan bo'lsa, bizda nimani toping degani? Bo'yinimi, ya'ni AB ni top deyapti-da. AB bu yerda x ga teng. Shunda x ning qiymati bizda 3 chiqdi. Javobi B javob bo'ladi. Santimetrga teng ekan. Tushunarli bo'ldimi? Uchinchisi. Keyingisiga o'tamiz. To'rtinchisi. Akmal va ukasida jami deyapti. Akmal va ukasida jami 112 ta yong'oq bor. Demak, Akmalning yong'oqlarini x dedim, ukasinikini y dedim. X plus y teng bo'ladi 112 ga. Endi Akmal ukasiga 19 ta yong'oq bersa, endi ikkalasining yong'oqlari teng bo'ladi. Demak, x minus 19 teng deyman y plus 19 ga. Demak, sistema qilib chizib olamiz bunda. X plus y teng bo'ladi 112 ga, x minus y teng bo'ladi 38 ga. Shunda bularni qo'shib yuboraman. Qo'shib yuborganimda y lar yo'q bo'lib ketadi. 2 ta x teng bo'ladi 150 ga. Demak, x imiz teng bo'ladi 75 ga. Biz x deb nimani belgilab olgandik? Akmalning yong'oqlarini. Akmalning yong'oqlarini x degandik, ukasinikini y degandik. Demak, bizda Akmalnikini so'ragan ekan 75 da chiqyapti. D javob bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Tenglama nechta ildizga ega? Qasla ochoramiz. 3x plus 4 teng bo'ladi 3x minus 3 minus 6 ga. Soddalashtiramiz endi. 3x plus 4 teng bo'ladi 3x minus 9 ga.
Endi 3x deyman. 3x minus 3x teng deyman minus 9 minus 4 ga. Ayirganimda 0, bu teng bo'ladi minus 13 ga. 0 har doim minus 13 ga teng bo'lganmi? Hech zamonda 0 minus 13 ga. Yo'q. Manfiy son bilan musbat son hech qachon teng bo'lmaydi. Shunda bu tenglamamiz agar mana shunaqa ko'rinishda bo'lib qolsa-da, yechimi yo'q bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p, 0.2 ni deyapti. 30 ga ko'paytir deyapti. Xo'p, buni 0.2 ni 2 taqsim 10 deb yozib olsam, 2 taqsim 10 ko'paytirilgan 30 deyman. Plus 1.5 ni 3 taqsim 2 deyman. Ko'paytiruv 7.5 ni 75 taqsim 10 deyman. Endi bu nimaga teng bo'ladi? Xo'p. 2 taqsim 5 ya 1 taqsim 5 bo'ladi. Ko'paytirilgan 30. Sababi mana bu 2 bilan 10 ni surat mahrajini 2 ga bo'lib yordim. Shunda 1 taqsim 5 qolyapti. 1 taqsim 5 ko'paytiruv 30. Plus endi bularni qisqartiraman. 5 ga bo'lib yorganimda bunga 2, 5 ga bo'lganda 15 qoladi bunda. Endi nima bo'ladi shunda? 3 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 taqsim 2 ko'paytiruv 15 taqsim 2 bo'ladi. Shunda mana bu 30 bilan buni qisqartiraman. Bunga 6. Endi 6 plus 45 taqsim 4 bo'ladi. 45 taqsim 4. Demak 45 ni 4 ga bo'laman. 45 ni 4 ga bo'laman. 11.125 bo'ladi. Shunda javobi 17.125 ga teng. B javob bo'ladi. 1 dan 85 gacha sonlarni yozishda 6 raqam necha marta ishtirok etgan? 1 dan 85 gacha bo'lgan sonlarni yozishda 6 raqami necha marta ishtirok etgan? Xo'p, demak, buni qanday ishladilar? Mana shu masala kecha ham tushgandi. Mana shu masala kecha ham tushgan. 1 dan 85 gacha sonlarni yozishda nechta 6 raqam ishtirok etadi degan. Kim ishladi mana shuni? Ishlaganlar bormi? Kim ishlagan mana shuni? Nima qildilaringiz? Yozib chiqamiz. Yozib chiqishdan boshqa topish yo'limiz yo'q-da buni. 6 16 26 36 46 56 60 61 62 63 64 65 endi 66 67 68 69 hop 69 dan keyin 76 bo'ladi. Endi sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ta. Demak, jami bo'lib 18 ta 6 ishtirok etgan. 8 ga o'tamiz. Asosi deyapti, 5 burchak bo'lgan piramidani nechta yog'i bor? Demak, ixtiyori n burchakli piramidani yoqlarini son topish formulasi, n plus 1 formula yordamida aniqlanadi. Demak, buni yog'ini topish uchun n plus 1 ga, ya'ni mana shu ifodaga n o'rniga 5 qo'yib yuboraman. Shunda 5 plus 1 bo'lib qoladi. 5 plus 1. Demak, javobi 6 bo'ladi. Shunda 6 ta yog'i bo'ladi. Endi
Tegirmonda bug'doyning 75%ni unga aylantirsa, deyapti, 6 sentner bug'doydan necha kilogramm un hosil bo'ladi? Demak, sentnerni kilogrammga o'tkazib olaylik, sababi javoblar kilogrammda so'rayapti-da. 1 sentnerimiz 100 kilogramm. 100 kilogramm. Demak, 6 sentnerimiz necha kilogramm bo'ladi? 600 kilogramm bo'ladi. To'g'rimi? Endi tegirmonda bug'doyning 75%ni unga aylantirish uchun deyapti. 75%ni unga aylantirish uchun 6 sentner bug'doydan deyapti necha kilogramm un hosil bo'ladi deb. Xo'p, 6 sentnerni biz birinchi o'rinda kilogrammga o'tkazib oldik. Ana endi bemalol topishimiz mumkin. Xo'p. Demak, buni ishlatish uchun nima qilamiz? Hozir 1 minut. Davom ettirib turinglar. Mana shu masala. Xo'p. Kim ishladi? Kimda necha chiqdi? Kimda necha chiqdi javobi? Ishladilaringizmi? Nima hech kim indamaydi? Kim ishladi mana shu masalani? Necha chiqdi? Ishlagan yo'llaringizni yozinglar. Ishlagan yo'llaringizni yozinglar. Xo'p. 6 sentnerimiz 600 kilogramm bo'lsa, endi 75%ni unga aylantirish kerak ekan. Ya'ni 75%i unni tashkil qiladi-da. Jami bug'doyni 75%i unni tashkil qilar ekan. Xo'p, ana endi buni ishlash uchun 600 kilogrammni deyman. 600 kilogrammni 100% deyman. 100%, ya'ni un bilan kepakka ajraladi-ku, to'g'rimi? Demak, endi x da deyman, x da 75 ga to'g'ri keladi deyman. Ya'ni 600 kilogramm unim 100% bo'lsa, 75% x ga to'g'ri keladi. Endi buni ishlash uchun nima qilaman? 600 ni 75 ga ko'paytirib, 100 ga bo'lib yuboraman. 100 ga bo'lib yuborsam endi 600 bilan 100 ni. Bunga 1, bunga 6. Demak, 6 ko'paytiruv 75 bo'ladi. Buni javobi 450 kilogramm bo'ladi. Demak, 6 sentner bug'doydan un hosil qilish uchun, ya'ni qancha ketar ekan? 450 kilogramm un hosil bo'lar ekan-da. Javobi D javob bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Keyingisiga o'tyapmiz. 10-si qirralari shunga teng bo'lgan deyapti. Parallelepipedning hajmini toping. Parallelepipedda o'lchamlari berilgan bo'lsa, bo'yi, eni, balandligini ko'paytiramiz. Demak, qirralar ketma-ket kelyaptimi? Shunda o'rniga qo'yib yuboramizda. 4 ko'paytirib 6 ko'paytirib 10. Shunda jami bo'lib 240 ga teng bo'lar ekan hajmida. Keyingisiga o'tamiz. Quyidagi tengsizliklardan nechtasi noto'g'ri? Xo'p. Mana shu savolda adashmasam to'g'risini topish kerak edi-ku. To'g'risini topish kerak edi. Agar noto'g'risini topadigan bo'lsak, ikkalasini ko'rib ketamiz, to'g'risini ham, noto'g'risini ham. Birinchi noto'g'risini topamiz. Endi qaranglar. -4, -4. -13 dan kattami? Albatta katta.
Sababi manfiy sonlarda qaysi biri son birinchi kelsa, ya'ni son o'qini chizib olsak, mana son o'qi deb tasavvur qilamiz. Xo'p, endi mana bu yerda 0 bor. 1, 2, 3. Chap tarafga -1, -2, -3 bo'ladi. Endi qaranglar. -3 kattami? Endi misol tariqasidan oqlamizda. Endi boshqa misolda. -3 kattami? -1 kattami? Bularni solishtiradigan bo'lsak, manfiy sonlarda har doim birinchi kelgani katta bo'ladi. Manfiy sonlarda birinchi kelgani katta bo'ladi. Demak, -1 son o'qiga, ya'ni 0 ga yaqinroq bo'lganligi uchun mana shu katta bo'ladi. Tushunarlimi? Musbat sonlarda qaysi biri keyin kelsa, shu son katta bo'ladi. Demak, 1 bilan 3 ni taqqoslaydigan bo'lsak, 3 katta. Tushunarlimi? Shunda bizning misolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, -4, -13 dan katta bo'lyapti. Agar mana shu shartida to'g'ri degan so'z ishlatilganda, bu to'g'ri bo'lardi. Endi buni ko'ramiz. Xo'p, -29 deyapti. Kichkina -30 dan. Bu xato bo'lyapti. Endi 0 katta, 0 kichik oldidan. Demak, bu to'g'ri. Bu ham to'g'ri. Demak, quyidagi tengsizliklardan nechtasi to'g'ri desa, 1, 3, 4-inchisi to'g'ri bo'lar ekan. Agar noto'g'ri deganda, noto'g'ri bo'lganda, faqatgina 2, ya'ni bittasi noto'g'ri bo'lar ekan. Tushunarlimi? Hozir mana shu joyda noto'g'ri deb ketibman-da, to'g'ri bo'lishi kerak edi adashmasam. Nechtasi to'g'ri? 3 ta javob bo'ladi. Bitta noto'g'ri bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Ya'ni ikkita holatini ham hozir sizlar bilan o'rganib ketdik-da. To'g'ri bo'lsa ham, noto'g'ri bo'lsa qaysilari kiradi? Tushunarlimi? Xo'p, keyingisi 1 oy davomida deyapti 2000 ta xaltada olma tarqatildi. Endi bir xalta ichida deyapti 350 gram olma bo'lsa deyapti. Endi 2000 ni ko'paytiraman 350 ga. Shunda 35 ni 2 ko'paytiraman 70 bo'ladi, orqasiga 4 ta 0 yozaman. Endi 700 ming kilogram bo'lyapti. Gram bo'lyapti. Bu gramda turibdi. Endi gramdan kilogramga o'tadigan bo'lsam, shunda 700 ming gramim qancha kilogram bo'ladi? 3 ta 0 ni o'chiramiz. Ya'ni mingga bo'lib olamiz. 700 kilogram bo'ladi. Endi bizda kilogramda so'rayaptimi? Yo'q, sentinerda ekan. Shunda 1 sentinerim 100 kilogrammi? 100 kilogram bo'ladigan bo'lsa, 700 kilogramni bo'lib olaman 100 ga. Chunki 1 sentinerim 100 kilogramda. Shunda 7 sentiner chiqadi. Javobi C bo'ladi. 13. Ko'pning nechta qirrasi bor deyapti. Ko'pning nechta qirrasi bor? Ko'pning nechta qirrasi bor? Sizlarga savol. To'g'ri 12 ta bo'ladi. Qirra degani nima degani? Qirra degani nimani tushunasizlar? Qirra so'zi ishlatilsa. Parallelepipedda kelishi mumkin. Keyin kubda ishlatilishi mumkin. En burchakli prizma, piramida mana shu shakllarda ishlatilishi mumkin. Yo'q, uchlari emas, uchlari ko'pniki 8 ta bo'ladi. Qirrasi degani tomoni degani. Qirra degani tomoni degani. Yoqlari nechta bo'ladi agar yoq ishlatilsa? Mana shu masalamizda yoq so'zi ishlatilsa,
Qirra emas, yo'q so'rayapti. Nechta bo'ladi? Mhm. 6 ta yog'i bo'ladi. To'g'ri. 14 ga o'tamiz endi. 1 dan 85 gacha bo'lgan sonlar ichida 8 raqami 8 raqam qatnashgan nechta ikki xonali son bor? Yozib chiqamiz buni ham. Xo'p, ikki xonalilar yozib olaylik. 8 keyin 18 18 28 18 28 38 48 58 68 78 78 80 81 82 83 84 Demak, 83 84 bo'ladi. Bizdan aytayaptiki, 1 dan 85 gacha, ya'ni mana shu oralig'ida demoqchi. Mana shu oralig'da Yeah, 85 ham kiradi. 85 ham kiradi. Shunda 13 ta bo'ladi. 13 ta bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ta 8 raqami qatnashar ekan. Xo'p. Keyingisiga o'tamiz. 15. Asosi deyapti 7 burchakli deyapti. Piramidaning nechta yog'i bor? Demak, piramida uchun boyagi masalamiz qanaqa edi? Boyanga o'xshash bo'lyapti-da bu ham. Mana 8-masalamiz 5 burchak edi. Bunda endi nima deyapti? E'tibor bersak, masala shartiga 7 burchak deyapti. 7 burchak bo'layotgan bo'lsa ham n+1 ga qo'yib olamiz. N o'rniga 7 qo'yamiz, 7 + 1. Shunda 8 ta yog'i bo'lar ekan. 8 ta yog'i bor. Tushunarli bo'ldimi? Xatolaringizni o'rganib oldilaringizmi? Yaxshi.